Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim ogohlantirishni yetkazmoqchiman. 10 oktyabrdan boshlab ayrim pensionerlarning pensiyasi yangi ma'lumotnoma yoki tasdiqlovchi hujjatlarsiz vaqtincha to'xtatib qo'yilishi mumkin. Bu gap hammani vahimaga solish uchun aytilmayapti. Lekin bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirish ham mumkin emas. Chunki pensiya har oy dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov, kredit yoki nabirlarning xarajatiga ketadigan asosiy daromad bo'lsa, bir oy ham kechikishi oilaga jiddiy qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, chunki men bugun kimlar xavf ostida, kimlar xotirjam bo'lishi mumkin, qaysi hujjatlar kerak bo'lishi ehtimoli bor, qayerga murojaat qilish kerak va eng muhimi, pensiya bloklanmasligi uchun hozirdan qanday harakat qilish lozimligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'pchilikka vaqtida yetib borish kerak. Avval qanday edi? Ko'p hollarda pensioner pensiyaga chiqqandan keyin hujjatlarni topshirar. Pensiya tayinlanar va keyin har oy belgilangan tartibda kartaga yoki naqd shaklda pulini olib yurardi. Ayrim ma'lumotlar davlat idoralari o'rtasida avtomatik almashinar edi. Ayrimlari eski hujjatlar asosida yuritilardi. Masalan, yashash manzili, nogironlik holati, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha oila tarkibi, chet elga chiqib ketganlik holati edi. Ishlayotgan yoki ishlamayotganlik kabi ma'lumotlar turli bazalarda turlicha ko'rinishi mumkin. Endi nima o'zgaryapti? Nima o'zgaryapti? Davlat idoralari pensiya to'lovlarini aniq va manzilli qilish. Noqonuniy yoki eskirgan ma'lumotlar asosida to'lov ketib qolmasligi uchun ma'lumotlarni qayta tekshirishi mumkin. Mana shu jarayonda ayrim pensionerlardan yangi ma'lumotnoma, yashash joyini tasdiqlovchi hujjat, nogironlik bo'yicha yangi xulosa, tiriklik yoki doimiy yashash holatini tasdiqlash, bank karta ma'lumotlarini yangilash, oila tarkibi yoki vasiylik hujjatlarini qayta taqdim etish talab qilinishi mumkin. Agar shu hujjatlar vaqtida berilmasa, pensiya butunlay bekor qilinmaydi. Lekin to'lov vaqtincha to'xtatilishi, ya'ni bloklanishi mumkin. Bu yerda eng muhim farqni tushunib olish kerak. Pensiyaning to'xtatilishi pensiya huquqingiz yo'qoldi degani emas. Ko'p hollarda bu texnik yoki hujjat bilan bog'liq vaqtinchalik cheklov bo'ladi. Lekin vaqtinchalik bo'lsa ham pul tushmay qolsa, pensioner uchun bu juda katta muammo. Shuning uchun men sizlarga kutib turavering, o'zi hal bo'ladi demayman. Aksincha, har bir pensioner o'z holatini oldindan tekshirishi kerak. Birinchi navbatda nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi olayotganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki nogironlik muddati doimiy bo'lishi ham mumkin, ma'lum muddatga berilgan bo'lishi ham mumkin. Masalan, bir kishiga ikkinchi guruh nogironlik 2020 yil 15 oktyabrgacha belgilangan bo'lsa, u kishi o'z vaqtida tibbiy ijtimoiy ekspertiza ko'rigidan o'tmasa, tizim muddati tugagan deb ko'rinishi mumkin. Natijada pensiya yoki nafaqa to'lovi vaqtincha to'xtashi ehtimoli bor. Ba'zi odamlar men bir marta hujjat topshirganman, yetadi deb o'ylaydi. Lekin nogironlik muddati vaqtinchalik bo'lsa, uni uzaytirish alohida jarayon. Ikkinchi toifa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Bu holatda bolalarning yoshi o'qishda davom etayotgani, nikoh holati, oila tarkibi muhim bo'lishi mumkin. Masalan, berilmagan, otasidan ayrilgan 12 yoshli bola uchun pensiya tayinlangan. Bola 25 yoshga to'ldi. Lekin u kollej, texnikum yoki oliy ta'limda kunduzgi shaklda o'qishda davom etyapti. Bunday holatda ko'pincha o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinadi. Agar ma'lumotnoma vaqtida taqdim etilmasa, tizim bola voyaga yetdi, asos tugadi deb hisoblab to'lovni to'xtatishi mumkin. Keyin hujjat topshirilgach, to'lov qayta tiklanishi mumkin. Lekin bu orada bir necha hafta yoki bir oy yo'qotiladi. Uchinchi toifa, chet elga ketgan yoki uzoq vaqt boshqa hududda yashayotgan pensionerlar. Masalan, pensioner Toshkent viloyatida ro'yxatda turadi, lekin bir necha oydan beri Rossiyada farzandlarinikida yashayapti yoki Samarqandga ko'chib ketgan. Agar tizimda uning yashash joyi, bank karta faoliyati, identifikatsiya ma'lumotlari bo'yicha savol tug'ilsa, pensioner haqiqatan ham shu manzilda yashayaptimi, pensiyani o'zi olyaptimi degan tekshiruv bo'lishi mumkin. Ayniqsa pensiyani boshqa odam olib berayotgan bo'lsa. Ishonchnoma muddati, bankdagi vakolat, shaxsni tasdiqlash masalalari albatta tekshiriladi. 4-toifa pasporti yoki ID kartasi muddati tugagan, ma'lumotlari o'zgargan pensionerlar. Masalan, familiya o'zgargan, pasport yangilangan,
Lekin pensiya bo'limidagi eski ma'lumotlar yangilanmagan. Bankda bitta ma'lumot, pensiya tizimida boshqa ma'lumot, soliq yoki fuqarolik holati bazasida yana boshqa ma'lumot turgan bo'lsa, to'lovda kechikish chiqishi mumkin. Ko'p odam buni mayda narsa deb o'ylaydi, lekin elektron tizimlarda bitta raqam, bitta harf yoki tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgani ham muammo keltiradi. 5-toifa. Yaqinda yashash joyini o'zgartirganlar. Masalan, pensioner Andijondan Toshkentga ko'chib o'tdi, lekin doimiy yoki vaqtincha ro'yxat masalasini to'liq rasmiylashtirmadi. Pensiya to'lovi qaysi hudud bo'yicha yuritilayotgani, tibbiy xizmat qayerda olinayotgani, bank kartasi qaysi filialda ochilgani kabi masalalar aniqlashtirilishi mumkin. Ayniqsa mahalla tuman pensiya bo'limi va bankdagi ma'lumotlar bir-biriga mos kelmasa, to'lov vaqtincha ushlanishi ehtimoli bor. Agar siz yoshga doir oddiy pensiya olayotgan bo'lsangiz, pasport yoki ID kartangiz amalda bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, siz pensiyani o'zingiz olayotgan bo'lsangiz va sizdan oldin hech qanday qo'shimcha hujjat so'ralmagan bo'lsa, katta ehtimol bilan sizda jiddiy xavf yo'q. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men har doim shuni aytaman. Pensiya masalasida eng yaxshi himoya bu oldindan tekshirish. Chunki to'lov tushmay qolgandan keyin yugurishdan ko'ra bir marta borib ma'lumotlarni tekshirtirish ancha oson. Masalan, 6-7 yoshli onaxon har oy 1 million dechini 1000 so'm pensiya oladi. Pasporti yangi, karta faol, manzili o'zgarmagan. U kishi har oy pulni o'zi bankomatdan yechadi. Bunday holatda bloklanish ehtimoli past. Lekin agar shu onaxonning kartasini doim nevarasi ishlatayotgan bo'lsa, onaxonning o'zi boshqa viloyatda yashasa, bankda uzoq vaqt identifikatsiya qilinmagan bo'lsa, savollar paydo bo'lishi mumkin. Yana bir misol. 72 yoshli otaxon pensiyasini uyga yetkazib berish orqali oladi. U kishi doimiy manzilda yashaydi. Mahalla uni taniydi, hujjatlari joyida. Bunday holatda ham odatda muammo bo'lmaydi. Lekin agar otaxon bir necha oy davomida uyda bo'lmasa, pochta yoki to'lov xizmati pulni topshira olmasa, keyin tizimda oluvchi topilmadi degan holat qayd etilsa, pensiya to'lovi qayta tekshiruvgacha ushlanishi mumkin. Pensiya to'lovi davlat mablag'i hisobidan amalga oshiriladi. Shuning uchun tizim har bir to'lovning asosi borligini tekshiradi. Bu nafaqat budjetni himoya qilish, balki haqiqiy pensionerlarning huquqini himoya qilish uchun ham kerak. Chunki amaliyotda shunday holatlar uchraydi. Pensioner vafot etgan bo'ladi, lekin yaqinlari buni vaqtida xabar qilmaydi va karta orqali pul yechib yuradi. Yoki nogironlik muddati tugagan bo'ladi, lekin hujjat yangilanmaydi. Yoki bola voyaga yetgan bo'ladi, o'qishda davom etmaydi, lekin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi eski ma'lumot bilan to'lanib turadi. Shu sababli ma'lumotlar yangilanmaganda tizim to'lovni to'xtatishi mumkin. Bu jarayonda oddiy fuqarolar ham zarar ko'rmaslik uchun o'z hujjatlarini tartibga keltirishi kerak. Men bu yerda bir narsani alohida ta'kidlayman. Agar siz qonuniy pensiya olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, qo'rqishingiz shart emas, lekin beparvolik qilmaslik kerak. Hujjat joyida bo'lsa ham tizimda yangilanmagan bo'lishi mumkin. Birinchi holat. Nogironlik muddati. Deylik, fuqaro 2 guruh nogironligi bo'yicha oyiga 1 million 200 ming so'm nafaqa olyapti. Uning nogironlik muddati 10 oktyabrgacha belgilangan. U tibbiy ko'rikdan o'tishni unutdi yoki keyin boraman deb kechiktirdi. 10 oktyabrdan keyin tizimda asos muddati tugaydi. Natijada noyabr oyidagi to'lov kelmasligi mumkin. Keyin u tibbiy ijtimoiy ekspertizadan o'tadi. Xulosa yangilanadi. Hujjat pensiya organiga yetkaziladi. To'lov qayta tiklanadi. Lekin bu vaqt ichida odam dorisiz, daromadsiz qolishi mumkin. Demak, muddati bor hujjatlar bo'yicha oxirgi kunni kutmaslik kerak. Ikkinchi holat. Talaba farzand. Ona boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi farzandi uchun oladi. Farzandi 8 yoshga to'ldi va universitetga kunduzgi ta'limga kirdi. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma olib, pensiya bo'limiga bermadi. Tizim bolani voyaga yetgan deb ko'radi. To'lov to'xtaydi. Ona keyin universitetga boradi. Ma'lumotnoma oladi, pensiya bo'limiga topshiradi. Hamma narsa tiklanadi, lekin pul kechikadi. Bu yerda asosiy xato hujjatni vaqtida bermaslik. Uchinchi holat bank kartasi muammosi. Pensionerning kartasi muddati tugagan, lekin u yangi karta olmagan. Pensiya tushiriladi, lekin karta yoki faol emas. Ba'zan pul qaytishi, ba'zan to'lov ushlanishi, ba'zan bank orqali aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Pensioner esa pensiyani bloklab qo'yishdi deb o'ylaydi.
Aslida muammo karta muddatida bo'ladi. Shuning uchun kartaning amal qilish muddatini PIN kodni emas, aynan karta faol holatda ekanini bankdan tekshirdirish kerak. 4-holat boshqa odam nomidan olish. Bir o'g'il keksa onasining pensiyasini olib yuradi. Onasi yura olmaydi. Bu tushunarli. Lekin ishonchnoma muddati tugagan. Bank yoki pensiya organi pulni kim olyapti, vakolati bormi deb tekshiradi. Ishonchnoma yangilanmaguncha to'lovda muammo chiqishi mumkin. Agar pensioner yura olmasa, notariusni uyga chaqirish, mahalla yoki mas'ul tashkilot orqali tartibni so'rash kerak. Og'zaki men uning farzandiman degan gap yetarli bo'lmaydi. Hamma pensionerlardan bir xil ma'lumotnoma talab qilinmaydi. Bu juda muhim. Ayrim odamlar internetda bitta gapni eshitadi-da, hamma pensioner ertaga ma'lumotnoma topshirishi kerak ekan deb vahimaga tushadi. Aslida talab holatga qarab bo'ladi. Yoshga doir pensiya olayotgan, barcha ma'lumotlari elektron bazalarda to'g'ri bo'lgan fuqaro uchun qo'shimcha ma'lumotnoma kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin nogironlik boquvchisini yo'qotganlik. Ishonchnoma, chet elda yashash bank kartasi, yashash manzili o'zgarish kabi omillar bo'lsa, hujjat so'ralishi ehtimoli oshadi. Yana bir nozik shart, pensiya bloklandi degani, pulingiz kuydi degani emas. Agar huquqingiz saqlangan bo'lsa va siz kerakli hujjatni olib borsangiz, to'lov qayta tiklanadi. Ba'zi holatlarda o'tgan davr uchun ham to'lab berilishi mumkin, lekin bu har bir vaziyatning qonuniy asosiga bog'liq. Masalan, hujjat muddati uzluksiz tasdiqlansa, boshqa masala. Agar huquq haqiqatan ham tugagan bo'lsa, boshqa masala. Shuning uchun baribir keyin hammasini berishadi deb yengil qarash xato. Yana bir muhim masala. Telefon orqali kelgan har qanday xabarga ishonmang. Pensiyangiz bloklanmasligi uchun karta raqamingizni, SMS kodni ayting deganlar firibgar bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasi, bank yoki davlat xizmati xodimi sizdan SMS kod so'rash kerak emas. Hech qachon karta paroli, SMS kod, bank ilovasiga kirish paroli, plastik karta orqasidagi maxfiy raqamlarni aytmang. Hujjatni faqat rasmiy idoraga, davlat xizmatlari markaziga, pensiya bo'limiga yoki rasmiy elektron portal orqali taqdim eting. Ba'zi pensionerlar mahallaga aytsam bo'ladimi deb so'raydi. Mahalla sizga yo'l yo'riq ko'rsatishi, holatingiz bo'yicha ma'lumot berishi, ayrim hollarda dalolatnoma yoki tavsifnoma masalasida yordam berishi mumkin. Lekin pensiyani tayinlash, to'xtatish yoki tiklash bo'yicha yakuniy qaror odatda mas'ul pensiya organi orqali hal qilinadi. Shuning uchun faqat mahallaga aytib qo'yib, ish bitdi deb o'ylamang. Ariza rasmiy qabul qilinganiga, hujjat ro'yxatga olinganiga ishonch hosil qiling. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Birinchi qadam, o'zingizning pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Chunki talab qilinadigan hujjatlar pensiya turiga qarab farq qiladi. Agar buni aniq bilmasangiz, pensiya daftarchangiz, bank xabarnomasi yoki pensiya bo'limidagi ma'lumot orqali aniqlang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringiz muddatini tekshiring. ID karta yoki pasport amaldami? Nogironlik xulosasida muddat yozilganmi? Ishonchnoma muddati tugamaganmi? Bank kartangizning amal qilish muddati qachongacha? Farzandingiz boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, u 12 yoshga to'lganmi? O'qish shahri kunduzgimi? O'qish joyidan ma'lumotnoma olinganmi? Mana shu savollarga aniq javob toping. 3-qadam, pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Mening pensiyam bo'yicha ma'lumotlarim to'g'rimi? Qo'shimcha hujjat talab qilinadimi? To'lov to'xtab qolmasligi uchun nima qilishim kerak deb so'rang. Bu savolni aniq bering. Faqat pensiyam nima bo'ladi deb umumiy so'rasangiz, javob ham umumiy bo'lishi mumkin. Siz o'zingizning holatingizni ayting. Masalan, mening nogironlik xulosam 10 oktyabrda tugaydi. Farzandim 15 yoshga to'ldi, o'qishga kirdi. Men boshqa viloyatga ko'chganman, kartam muddati tugayapti. 4-qadam, kerakli hujjatlarni oldindan tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya hujjatlari, bank karta rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, nogironlik xulosasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, oila tarkibi yoki vasiylik hujjatlari, ishonchnoma kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Men bu yerda hammaga aynan shu ro'yxat kerak demayapman, lekin shu hujjatlar eng ko'p uchraydigan hujjatlar. Har bir hujjatning nusxasini ham aslan olib boring. 5-qadam, ariza yozsangiz mazmuni aniq yozing. Masalan, menga tayinlangan pensiya to'lovi uzluksiz davom etishi uchun
shaxsiy ma'lumotlarimni yangilab berishingizni va zarur hujjatlar ro'yxatini ma'lum qilishingizni so'rayman. Agar to'lov to'xtagan bo'lsa, pensiya to'lovim qaysi sababga ko'ra to'xtatilganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni va hujjatlar taqdim etilgach to'lovni qayta tiklashni so'rayman. Yozma murojaatning afzalligi shundaki, u ro'yxatga olinadi va javob berish majburiyati paydo bo'ladi. 6-qadam, hujjat topshirganingizni tasdiqlovchi iz qoldiring. Agar davlat xizmatlari markaziga topshirsangiz, qabul qilinganligi haqidagi kvitansiya yoki ariza raqamini oling. Agar pensiya bo'limiga topshirsangiz, kirim raqamini so'rang. Elektron tarzda topshirsangiz, ariza raqamini saqlab qo'ying. Chunki keyin men topshirgan edim degan gapni isbotlash qiyin bo'lishi mumkin. 7-qadam, bank bilan bog'liq masalani alohida tekshiring. Pensiya kartangiz ishlayaptimi? Muddati tugamaganmi? Hisob raqam yopilmaganmi? Karta sizning nomingizdami? Bankda shaxsiy ma'lumotlaringiz yangilanganmi? Ba'zan pensiya organida hammasi joyida bo'ladi. Lekin bank kartasi muammosi sabab pul tushmaydi yoki yechib bo'lmaydi. Shu sababli bankka borib, pensiya to'lovi tushishi uchun hisobim faolmi deb so'rash foydali. Eng avvalo vahimaga tushmang va kimdir telefon qilib pulni chiqarib beraman desa, ishonmang. Birinchi ish, bankdan hisobingizga pul tushgan tushmaganini aniqlang. Agar bankda pul yo'q bo'lsa, pensiya organiga murojaat qiling. To'lov qaysi sana va qaysi asos bilan to'xtatilgan deb so'rang. Sababni aniq bilmasdan turib, to'g'ri hujjat topshirish qiyin. Agar sabab nogironlik muddati bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza bo'yicha ko'rikdan o'tish tartibini aniqlang. Agar sabab o'qish ma'lumotnomasi bo'lsa, ta'lim muassasasidan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida rasmiy ma'lumotnoma oling. Agar sabab pasport yoki ID ma'lumotlari bo'lsa, ichki ishlar yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi orqali hujjatni yangilang. Agar sabab ishonchnoma bo'lsa, notarial tartibda vakolatni rasmiylashtiring. Agar sizga og'zaki javob berilsa-yu, masala hal bo'lmasa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatda familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, muammo sanasi va talabingizni aniq ko'rsating. Pensiya to'lovimni tiklab bering deyishdan tashqari, to'xtatish sababini yozma ravishda tushuntirib bering deb ham yozing. Bu keyingi bosqichlarda juda muhim bo'ladi. Agar uyingizda keksa ota-onangiz bo'lsa, ularning hujjatlarini bugunoq tekshiring. Ko'p otaxonlar ID karta muddati, bank karta muddati, nogironlik xulosasi, ishonchnoma kabi narsalarga e'tibor bermaydi. Ular har oy pensiya tushyapti-ku deb yuraveradi. Lekin bir kuni pul tushmay qolsa, ularni idoradan idoraga olib yurish qiyin bo'ladi. Farzand sifatida siz oldindan yordam bering. Agar siz pensiyani boshqa odam nomidan olayotgan bo'lsangiz, hammasi qonuniy rasmiylashtirilgan bo'lsin. Ishonchnoma muddati, pensionerning roziligi, bankdagi vakolatlar aniq bo'lishi kerak. Bu nafaqat davlat talabi, balki o'zingizni ham himoya qiladi. Ertaga qarindoshlar orasida nizo chiqsa yoki bank tekshiruv o'tkazsa, men og'zaki kelishib olganman degan gap yetmaydi. Agar siz chet elda bo'lsangiz yoki ota-onangiz chet elda bo'lsa, pensiya to'lovi tartibini albatta rasmiy manbadan aniqlang. Doimiy yashash, vaqtinchalik ketish, bank kartadan foydalanish, ishonchnoma orqali olish kabi holatlar bir-biridan farq qiladi. Chet elda bo'lgan odamning pensiyasini boshqa birov ishlatayotgan bo'lsa, bu masalada huquqiy asos bo'lishi shart. Hurmatli yurtdoshlar, 10 oktyabr sanasi atrofida aytilayotgan ogohlantirishning mohiyati shuki, ayrim pensionerlar va nafaqa oluvchilar bo'yicha ma'lumotlar yangilanishi, hujjatlar qayta tekshirilishi yoki qo'shimcha ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Bu hammaga birdek tegishli bo'lmasligi mumkin. Lekin nogironlik muddati tugayotganlar, boquvchisini yo'qotganlik, pensiyasi olayotgan oilalar, 110 yoshga to'lgan farzandlar, chet elda yoki boshqa hududda yashayotganlar, kartasi yoki pasporti eskirganlar, ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar albatta e'tiborli bo'lishi kerak. Mening asosiy tavsiyam oddiy: kutmang, tekshiring. Hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Pensiya bo'limi yoki davlat xizmatlari markazidan o'z holatingizni aniqlang. Kerakli ma'lumotnomani oldindan oling. Arizani rasmiy topshiring va qabul qilinganini tasdiqlovchi raqamni saqlang. Shunda pensiyangiz kechikishi yoki bloklanishi xavfi ancha kamayadi. Sizningcha bunday tekshiruvlar pensionerlar uchun qulay tartibda o'tkazilyaptimi yoki odamlar hali ham ortiqcha ovora bo'lyaptimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.
Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz bilan ulashing. Chunki bitta vaqtida aytilgan ogohlantirish kimningdir pensiyasi to'xtab qolishining oldini olishi mumkin.